Ramizan Yazmiliri 8. bab Ömürge Bedel Këche, Qedir Këchisi 2. bölüm O kecha 30 ming kündüzge teng bir kecha. Ramizan Qur'on oyi. Chunki insoniyatga avatilgan ilohiy xabarning sultoni bo'lgan Qur'on va Qur'onning o'z bayoniga ko'ra bir Ramizan oyida nozil bo'lishga boshlagan. Layl surasida Qur'on nozil bo'lgan kechini Qadr kechisi deb ataydi va Qur'onning tug'ilishiga shohid bo'lgan bu majhul kechining ming oydan ortiq ekanligini bildirmoqda. Bir kechini ming oydan ortiq qilganmi? U kechini o'z ichiga olgan butun bir oy Ramazonnimi muborak qilgan omil Qur'onning u kechida yoki oyda tug'ilishi edi. Demak, barmoq ko'rsatgan oy aslida Qur'on edi. Ramazonmi, Qadr kechisimi barliq qadr qimmatini Qur'onning tug'ilgan vaqti ekanligidan olmoqda. Qur'onni bir chetga qayirib qo'yib, Ramazon yoki Qadr kechisining barkatiga noil bo'lishni xiyol qilish, xuddi vasliga dumbisini qilib olib, sababga eslab olgandek, maqsadni tashlab qo'yib, vositani ching tutgandek bir ahmoqlik. Ramazon iqlimi Qur'on iqlimidir. Qur'onning hayot baxsh etguchi havosining yuraklardagi eng so'lg'an gullarni echildirgan faslidir. Ro'yiga xiyonat qilinmagan bir Ramazon qora qo'llar tarafidan yong'inga aylangan millionlagan yuraklarga bir rahmat yomg'iri bo'lib tushidi. Dog'langan qalblarga malham bo'ladi. Matamga to'lgan qalblarni shodlikqa cho'mdirib, umid urug'lari qurib qolg'idek holda qog'jirab ketgan qalb cho'llarini qaytadan bo'stonlikqa aylantiradi. Bütün bu güzelliklarga vasila bo'lgan Qur'on buningdan taxminan 1433 yil burun Yerada mavjudiyat to'lg'iqi yavatgan mehminiga qaysi jumlalar bilan nozil bo'lishga boshlaganligini bu kunlardan yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. O insonni laxtiqandan yaratdi. O'qig'in, Parvardigoring eng karamlikdir. O qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Kitob ahli bo'lmay turib, iymon ahli bo'lg'il bo'lmaydi. Shunga oxirgi vayi, oxirgi elchiga o'quv amri kelishga boshlagan. Bu amr yetkuz, bildir, tabliq qil degan ma'nolardan bakrak, kalimaning birinchi ma'nosi bo'lgan o'quv ma'nosini bildirdi. Bu o'qish, mavjudiyatni o'qish edi. Iqro amrining asosiy ma'nosining ijmo ekanligini diqqatga olsak, bu mundaq deganlik bo'ladi. Mavjudiyatning bor bo'lish va g'oyasi ustida tafakkur qil. O'zingning mavjud bo'lish g'oyang haqida o'ylan. Maxluqotni shakllantirgan zanjir halqasi orasidagi u zich munosabatni bayqa va parchalarni o'zi mansub bo'lgan gavda bilan birlashtirgin. Bu amr hargizmi ma'lum bir tekstni o'qu yoki xabarni yetkuz ma'nosini ifodalamaydi. Chunki shu vaqtning o'zida yetkazilishi kerak bo'lgan bir uqtirish yo'qdi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, bu vayi tushib, ondan bir mazgil vayi uzilib qolgan va ondan Mudassir surasining dastlabki oyatlarining nozil bo'lishi bilan risolat
rasmiy shaklda boshlagan va ey yotgan kishi o'rningdan tur va ogohlantir deb buyruq qilingan. Buningdan Alaq surasining dastlabki oyatlarining Nubuvat bilan Mudassir surasining dastlabki oyatlarining risolat bilan munosabatli ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. O'zi yashayotgan jamiyatning har sohada o'zini yo'qotib qo'yishi va axloqiy jihatdan zavollikqa yuz tutganligini ko'rgandan keyin jimjitlik bilan to'lgan taqqa qochgan dardli qalb bu muborak to'lg'oqdan keyin faqat o'zini dunyoga keltirib qolmay insoniyatni yo'riqlikqa elib chiqadigan bir quyoshga ig'ir oyoq bo'lgan. Dastlab nazil bo'lgan oyatlardan uning mavjudiyatga munosabatlik qaysi savollarni so'rganligini, qaysi to'lg'oq azobida to'lganganligini bilib yetalaymiz. U diqqatini markazlashtirgan ikki nuqta din bilan falsafa uchrashgan nadir nuqtalardan biri bo'lib, mavjudiyat va bilim edi. U men kim, mavjud bo'lishimdagi maqsad nima, kim qandoq paydo qildi, qayerdan kelib, qayerga ketyapman, haqiqatni kimdan, qandoq shaklda, nima bilan o'rganalayman? Bu savollar mavjudlik savollar edi. Oyatlar mana shu mavjudlik savollarga javob sifatida nazil bo'lgan va o'quv amri bilan boshlangan edi. U o'qiyotdi. Albatta, o'zini, koinotni, mavjudiyatni va shaylarni o'qiyotdi. Lekin Allohning ismi bilan o'qiy olmagan edi. Bu o'qishni kitob bilan mukammallashtirmaganda bu o'qish yerim qoladi. Nishoniga yetolmagan bir o'qish bo'ladi. Vahiy mana bu muborak o'qishni muqaddas qildi va o'qishning har xil ijobiy tarafini o'z ichiga olgan holda doim o'qiladigan ma'nosidagi Qur'on nazil bo'lishga boshladi. Har kitob bir kitobni tushunish uchun edi. U kitob bo'lsa Qur'on edi va Qur'on bir Ramizan oyida nazil bo'lishga boshladi. Ramizan aql, qalb va ruhning to'yindirilishi uchun badanning och qo'yilishidir. Ruhning oziqlanishi uchun tepilg'isiz ilohiy fursat bo'lgan Ramizan dasturxonini Qarun dasturxoniga aylantirish uchun har xil g'izolarni yiqquchilar. Kitoblar sultoni bir kitob dunyoga kelgan bir oyda ro'yi oziq uchun kitob yiqqan bo'lsa, bu muborak kunning ma'nosi va ahamiyatiga texmu muvofiq bo'lmamdi. Butun insoniyatga o'quv amri berilgan bu oyni bu amrdan ayirib muboraklashning ahmoqlik ekanligi haqida to'xtalmayman. Lekin Ramazonning jimi barakatini yig'ib, ko'ngil sarayimizda mehmon qilmasligimizning sababi haqida to'xtalishni muvofiq deb qarayman. Ramazon ilohiy bir masala. Bu ilohiy masala oldida odatdagi sun'iy va o'tkinchi masalalarimiz quyosh nurida erigan qordek erib ketmasa, bu mislsiz fursatni isrof qilganligimizni ko'rsatadi. Qur'on tug'ilgan oy deb muboraklagan Ramazonda Qur'onga hadiya qiladigan gulimiz kitoblardan tizilgan bir gul dasti bo'lishi kerak. Bu gul dastini Qur'onga sunishimiz kerak. Hammadan muhimi Qur'on bilan bo'lgan munosabatimizni bu oyda eng yuqori pallaga chiqarishimiz, uning bilan yaxshi do'stlik munosabatini qurishimiz lozim. Allah oldidagi hurmatli turishimizni buzmaganligimizga Qur'onni shohid qilishimiz lozim. Bu do'stlikni bir shohidlikqa aylantirishimiz kerak.
Allah qasam qilib ko'rsatgan kecha Qur'on nozil bo'lishga boshlagan kecha bo'lsa kerak. Bu kechining shohidligi eng cho'ng guvohlikdir. Chunki bu kecha eng ulug' kalomga shohid bo'ldi. O shundoq bir kecha bo'lib, 30 ming kündüzge teng keladi. O shundoq bir kechaki bir ömürge to'g'ri keladi. U kecha nozil bo'lgan vahiy hayotimizni yo'ritmasa, hayotimiz abadiy qorong'ulik ichida qoladi.